Zo'rmi? Intens bo'lyapti. Intensiv. Nechinchi kuni? Judayam hozir 47 kun qoldi demodaga. Aha. O'rtasidamiz, примерно o'rta. A, 23-iyunda boshlandi. A, Hozir demodaga maqsadlar qo'yibmiz, shu maqsadga qarab yuribmiz. Revenue, Zo'r. klient topish, platformani ishlash, Aha. shunaqa masalalar bor. Aha. O'zi mana bu podkastdan maqsad, ana siz ham nukusliksiz. O'sha Nukusdan maktabdan dasturchilikka qiziqib boshlagansiz. Bizani ham shunaqa bolalar, kimdirlar ko'rayotgan bo'lsa, regionlardan, viloyatlardan ko'rib nimadir olib, o'zini ustida ishlab qanaqadir rezultat qilsa, bizga o'sha xursandchilik bo'ladi. Aa, Endi mana Nukusdan Y Combinatorgacha yetib kelgungacha nimalardan boshlagansiz? O'zingizni boshidan tanishtirib, mana ko'pchilik, man sizni masalan Hoppo startapidan bilaman. Esida bo'lsa Toshkentda podkast olaylik deganda hozir rezultatlar bor, bir ikki oyda bo'ladi, keyin nima qilamiz degandingiz, mana nasib qilgan ekan. Xudo xohlasa. Aha. Shu 6-sinfda birinchi marta internet bilan muloqot qilib boshlaganmiz. Maktabda mm, xalqaro organizatsiya kelib bizga internet ulab bergan. Irex deganmidi. Shu soat, manimcha kuniga 1 soat maksimum berardi. Shunga foydalanib, am, saytlarni ko'rib, keyin man ham shunaqa qilsam bo'larmikin deb o'ylab boshladim. Keyin kod yozib, HTML ni o'rganib boshlab, shu paytlari PHP, undan keyin ozgina keyin har xil konkurslar bo'lardi. Hozir ham UzCombinator, President's Awards deganday u paytlari ham bir ikkita konkurslar bor edi. Lekin kichkinam nimada, lekin baribir informatsion texnologiya deb aytardi. U paytda AI ham yo'q. Uh, Qatnashib, um, judayam shu konkurslar manimcha katta uh, rol o'ynaydi deb o'ylayman yoshlarda. Shu momentdan foydalanib aytib ketsam. Chunki shu konkurslarga maqsad qilib qo'yganmizda, atak konkurs bo'lmaganda unaqa prosta o'rganib yurardik. Mm. Qisqa payt ichida shu maksimum o'rganish uchun qatnashib yurganmiz. Keyin tatuga kirsammikin deb o'ylab yurgan paytimda chet elda o'qiydigan akalarim ham aytgandi, Koreyada o'qib yurgan paytida Koreya ham yaxshi deb aytardi. Email yozib turardi. Kitobxonamiz shunaqa deb fotolarni nima qilib Mm. o'qish prosesslari haqida aytib, juda katta motivatsiya bo'lgan imенно shu Koreyaga borish. Koreyadagi universitetlarni Google'dan izlab boshlaganman, qanaqalar bor deb research qilib. Unist bilan Kaist menga juda yoqqan. Mm. Unist ozgina yangiroq, semestri bahorda boshlanar ekanda. Uda sentyabrgacha man kutmadim. Shu bahorgisiga topshirdim Unistga. U Ulsandagi yangi universitet, 2007dami boshlagan. Lekin juda ham ambitsiozni universitet. Hamma darslari menga yoqqani, inglizcha bo'lgani uchun ham menga juda yoqqan. Ambitsiozni bo'lgani uchun, biz men uchun grant bo'lishi ham juda ham kerakli narsa edi. Shunga topshirib, ota-onalarim boshida ozgina qarshilik qilgan. Bakalavrda ketib qolish erta emasmi, может, magistrga kirarsan deb. Lekin motivatsiyam juda ham yonib turgan. Uni kutgim kelmadi. И bo'ldi, bo'ldi, topshirmayman, bo'ldi, tatu ham bo'ladi deb aytganman, lekin baribir topshirganman. Rezultati chiqib, viza chiqqandan keyin aytaman degan qarorga kelganman. Bechora Chunki ota. man Mm. chunki hozir tushunyapman, bu narsalar ham hayotda har xil baryerlar chiqadi oldimizda. Mm. Ota-ona qarshiligi bo'lishi mumkin. Endi yaxshi maqsadda aytadi, ular baribir tushunish kerak, lekin har xil baryerlardan chiqadi, bloklar chiqadi, motivatsiyani kuchliligi bularni yengib o'tishi mumkin. Mm. Agar shu paytda man bo'pti deb ketgandim, mumkin man boshqa trayektoriya bilan ketardim.
ota onamga ham bu bir tarafdan dalil bo'lgan то что man chet elga o'qishga qiziqishim juda yam katta deb. Mhm. Am, kirganman judayam esda qolarli kunlarni biri dekabrni 8-imidi shunaqa edi. Am, email olganimda accepted degan judayam baxtli bo'lib, uh, keyin baribir ota onam bilib qolgan ekan. Keyin manga qo'ng'iroq qildi. Ha, Mhm. kiribsanmi deb. Mhm. Uh, Qayerdan bilib qolishdi ular? Xat pat kelgandirda. yo'q, manim bir kuzenim bor edi, akam bor edi. Uga man hamma sekretlarni aytamanda. Unga aytgandim shunaqa qilyapman deb. U bilmasdan aytib qo'ygan ekan oyisiga keyin deb Ah, через ayollar. deb qo'ygan. Shu bakalavrga kirib shu computer science matematika yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Keyin magistraturani o'qidim. Ну, detalni ketsam ichida ko'p. Keyin Koreyada bir Mm. ikkita startaplarda ishladim. Keyin Amazonda ishladim. Keyin Da. Mana shu Singapurda Amazonga 4 qanday yil. o'tdingiz? Amazonga. Amazonga u ham bir katta sprint bo'lgan, esda qolarli. Koreyada ishlab yurgan paytimda man startapda ishlab yurardim, Miso degan. U ham hozir juda ham katta startap bo'lib ketgan, lekin shu man kirganimda Series A, Seed orasidagi startap edi. Shunda man software engineer bo'lib ishlab yurgan paytimda mani maqsadim endi chet elga chiqish edi. Koreyadan boshqa angloязычный mamlakatga chiqqim kelgandi. Amerika yoki Kanada, Avstraliya или Buyuk Britaniyaga o'xshagan. Am, manga Amazondan xat kelgan. Bizlar Koreyaga kelyapmiz intervyu olishga talantli odamlardan. Siz ham judayam profilingiz bizga yoqdi. Siz bilan intervyu qilsak bo'ladimi deb 6 oydan keyin kelamiz deb aytgan. 6 oymi, 3 oymi? Seul- shu paytda menga bu judayam yaxshi imkoniyat deb o'ylaganman, chunki rostini aytsam shu bakalavrdan keyin faqat Google, Facebook'larga topshirish edi mening maqsadim. Qanchadan qancha application yuborganman, 100 dan ortiq menimcha Mhm. katta katta kompaniyalarga. Amazon keyin kelganida, email kelganida man aytganman, Eminem aytganda one shot one opportunity. Bitta imkoniyat berildi, buni maksimum foydalanishim kerak. Ishdan keyin man kofe ichib 6-7larda ish tugaydi. Koreyada ishlash u o'zi oson ish emas. Mm. Uni ustiga yana Amazonga tayyorgarlik ko'rish, u u ham unchalik qiyin oson narsa emas. Bilmadim, unaqa u paytda qanaqa qilib ishladim uni. Shu 6-7da kofe ichib olardim, keyin tayyorgarlik tungi 10-12gacha lead kod shunaqalarni yechish, mock intervyular qilish. 3 oy sprint bo'lgan, judayam intensiv. Am, faqat shu maqsad bo'lib qolgan, shu sprint bo'lgan. Oltin nimada subbota, voskreseniyada ham ishlash. Man maqsadim shunga kirish edi. Shu lead kodni ko'p yechaverdim. Keyinida intervyuga ham judayam komfortni o'tirganman. 4ta intervyu bo'lgan. 4 xil injenerlar bilan. Undan oldin telefondan intervyu bo'lgan 30 minut. Undan oldin homework task beradi onlayn. Mhm. Shuni ham yechganmiz. Ikkita problema bergan. Shuni yechib, shu 3ta 4ta etapdan o'tib, keyin o'tganmiz. Keyin shu Koreyadan bizaga viza hammasini sponsor qilib, ko'chishimiz, hammasiga nima qilib ko'chirganmiz shu Vankuver ofisiga. Wow, Vankuver. Qalay Vankuver Koreyadan keyin? А, judayam boshqacha atmosfera. Masalan, Koreyada odamlar faqat ish deydi. Mm. Lekin Kanadani odamlari judayam nima deydi, relaxed, расслабленный, anaqa tashvish yo'q hayotda unchalik katta. Koreyadan keyin Nimasi. hamma shunaqa ko'rinsa kerak. Mm. Ha, lekin odamga yaxshi, manimcha shunaqa har xil madaniyatlarni ko'rib Mm. uh, ya- qilgan, bir tarafdan o'zlarimiz madaniyatini ham tushunishga yordam beradi. Ba'zi paytlarni
sevamiz, ba'zi paytlarni yoqtirmaymiz. Har bir madaniyatni shunaqa plyus minuslarini ko'ramiz. Shu plyusi manga shu Koreyani judayam mehnatkashligi bo'lgan. Kanadani masalan shu odamlarning yaxshiligi, judayam yaxshi odamlar. Ichida nimasi yo'q, yomon narsasi yo'q, chunki hamma narsasi yetarlimi, bir nimasi bor shunaqa atmosfera. Nimasi ham yordam bersa kerak, prirodasi, Mhm. tabiati judayam yaxshi. Yoqmagan narsalar nima bo'lgan Vankuverda? U yerda nimalar ko'p. um, Agar hayot judayam oson bo'lsa ham bo'lmaydi-da odamlar. Hamma narsasi yetarli bo'lgandan keyin u boshqa narsalarni ishlab boshlaydi. Masalan, judayam liberal bo'lib ketgan. Aytganda, mm, hamma narsalarga yengil qaraydi. Mm. Qattiq yengil qaraydi. Masalan, giyohvand moddalar bilan foydalanadigan odamlar ham ko'p. Mm. Masalan, ayrim ko'chalar bor, yurish qiyin. Am, Unaqa sizga hech qanaqa nimasi ataka qilib hech nima qilmaydi, lekin am, Noqulay. Mm. atmosferasi judayam yomon, ayrim ko'chalarda. Ha. Yaxshi. Qimmatchilik bor, qimmatchilik shunaqa. Ha. Mm. Qimmat. Vankuverda kvartiralar umuman yashash qimmat shaharlardan. Chunki Xitoydan yoki chet eldan kelgan investorlar uylarni olib qo'ygan. Ha. Ichida odam ham yashamaydi, investitsiya qilib. И tsanasi ham ko'tarilib ketgan. Endi Amazonda ishlaydigan bola qimmat desa, demak Vankuver qimmat ekan. Ha. To'g'ri, to'g'ri. Sizni o'sha pivot paytida Hupo startapingiz bilan tanidik. Mm. Huponi COVID payti, pandemiya paytida yasagansizlar, yaratgansizlar. Nimadan Mm. kelib chiqqan? Keyin co-founderingiz ham oldin birga ishlagan odamingiz bo'lgan deb o'qigandim. Aha, aha. Boshlanish tarixi, man Amazonda ishlab bir yil bo'lib qolgandi. Manga oldin shu Miso degan kompaniyada ishlaganmiz, Seulda. Ha, Mani bo'lib ketganingizda. kollегам manga chiqqan LinkedIndan. Shunaqa ideyam bor. Psixologik yordam beradigan ishchilarga. Masalan, ofisda o'tiradigan ishchilar mana bu приложениямizga kirib, 1 minutni ichida bitta psixolog bilan gaplashish imkoniyatini beradigan приложение qilsak qalay qaraysiz deb aytgan. Man ko'p o'ylamay yaxshi deganman, chunki birinchidan u men uchun juda aqlli odam. И komandani kuchli bo'lsa, agar ikkita odam kuchli bo'lsa, ideyani farqi yo'q. Ikki odam kuchli bo'lsa, yo'lini topib ketadi. Uh, Lekin ideyani o'zi ham yaxshi, chunki bizlar covidni paytida qilganmiz buni. Hmm. Um, Hamma stressda payti. Hamma stress paytlar, hammaga bu как aspirinday bo'lib tuyulganda, chunki hammaga kerak narsa. Katta katta masala edi bu stress degan. Investor topish, klient topish judayam oson bo'lgan boshida. Uh, Nega uh, Singapurda zapusк qilgansizlar? Vankuverda emas, boshqa Koreya. uh, Singapur bizlar Amerika. Har qanday ideya agar ambitsioz bo'lsangiz, birinchi navbatda Amerikani ko'rasiz, bozorini. Lekin undan keyingi bozor potensial bo'yicha bu Osiyo. Osiyoni eng sentri Singapur. Am, buni debat qilishi mumkin odamlar, lekin Singapur o'zi finansiy hub. Mhm. Judayam katta korporatsiyalar bor. Kompaniyalar emas, даже korporatsiyalar bor mamlakat. O'tga biz agar siz molingizni yoki приложение har qanday produktni sotsangiz, pul topish imkoniyati judayam katta. Mhm. Hamda Singapurdan agar siz tajriba olsangiz, yaxshi bozorni egallasangiz, Amerikaga kirishga judayam osonroq bo'ladi, boshqa mamlakatlarga qarasak. Shu nimalarni e'tiborga olib biza boshlaganmiz. Yaxshi savol, chunki u Koreyada o'tirgan, man Vankuverda o'tirib O'shada kelamiz Singapurda.
Video Marketingda chatdan qanaqa qilgansizlar? Sotuv, nimani? marketing, sotuv, u yoqda kim Ha. bo'lganmi komandanglar? U boshida komandani shu Singapurdan boshlaganmiz. Shu marketingga odamlarni yoki sotuv bo'limidagi odamlarni hammasini shu Singapurdan olganmiz. Hmm. A, Mani co-founderim ham o'zi ham shu yerga ko'chib o'tgan 1-2 oydan уже. Birinchi investitsiyani olganimizda 1 million olganmiz. Shuni olgandan sразу ko'chib o'tgan. Meni ko'chib o'tishim judayam katta masala emas edi, chunki man texnik direktor bo'lib, texnicheskiy nimasiga yordam berganim uchun am, produktni ishlashga u farqi yo'q, qayerda bo'lishingiz. Chunki lekin u ko'chib o'tib, komandani qilib yurgan. Hozirgi paytda Hyupoda 50 ga yaqin odam ishlaydi. Katta kompaniya bo'lib ketdi hozir. Hmm. Singapurda o'tiradi hozir odamlar. O'sha boshida yuzerlar, demak foydalanishni boshlashgan 1 minutda ichida psixolog bilan gaplashish kam emasmi? Yo'q, 1 minutda deganim tez topish psixolog bilan Topish ma'nosida. muloqotga tez kirib o'tish. Chunki ko'pchilik priложенияларда siz navbatga o'tirasiz, 1 hafta, 2 haftadan keyin sizda muloqot bo'lishi mumkin. Yaqinda Uzcommunity'ga xuddi shunga o'xshagan loyiha olib kelishibdi-da. Mana psixologlar Aha. ulaymiz, test topishadi, unaqa. Lekin deydi, ular sinab test qilgan ekan, ko'p registratsiya qilganlar anonimniy qilishibdi-da. Hech kim otini, Hmm, ismini, familiyasini yozib kirmayapti deydi. Biz hmm. daniylarni olishga qiynalyapmiz dedi. Mentalitet ham rol o'ynaydimi deymanda, bunaqa startaplar. To'g'ri, to'g'ri, judayam to'g'ri. Am, Meni tushunishimcha bu O'zbekistonda qilyapti, to'g'rimi? Ha, O'zbekistonda. Unda ko'p odamlar qo'rqadi, stigma bor. Hmm. Uh, Singapurni o'zida bizga juda ham qiyin bo'lgan. Mhm. Lekin bizga yaxshi tomoni biz psixolog degan terminni ishlatmaganmiz. Ah. Anglizchada biza mental wellness deganmiz. Mental wellness как stigmani yo'q qilishimiz ham bizlarga missiya bo'lgan. Hmm. Investorlarga ham shu yoqqan. Hmm. Kompaniyani qilayotganingizda bitta missiya bilan qilish baribir yaxshi narsa. Qolgan narsalari oson bo'lib qoladi. Bir katta missiya qo'yib olsangiz, qayerga borishni, nimalarni qo'shishni, masalan, biza mental wellness deb biza aytardik sizga как fitness klubga borganday, Mhm. jimga borganday experience berish, Mhm. shunaqa tajriba berish degan maqsad qo'yib olganmiz. Shuning uchun ham bizaga sal osonroq bo'lgan. Ikkinchi tarafdan uh, kompaniya bizlardan sotib olardi dostupni и nimalar rabotniklarga berardi. Hmm. Ah, Lekin uni ham minusi bor edi, chunki ular ko'pchilik o'ylashardi bizlarni muloqotimizni bizlarni direktorga aytarmikin degan. Hmm. Manimcha O'zbekistonda ham shunaqa nima bo'lishi mumkin. Shubhalar. Shubhalar. Qiziq. Metadan investitsiya olgan deb o'qidim. Demak, 1 million dollar o'sha metani pulimi shunday investitsiyasi? Yo'q, undan keyingisi. Keyingi raundda 3 million ko'targanmiz, so 3 millionda bizada meta ham boshlagan. Metayam. Boshdagi 1 millionni kimdan olgansizlar, Beknazar? Uh, January Capital, Strong Ventures degan venture fondlar keyin Goodwater Capital deganlar bor edi. Keyin yana bir ikkita angel investorlar bo'lgan. Uh, Bizlar Qanaqa? investitsiya ko'targanimizda 300 ta spisk qilganmiz. Kim bilan gaplashishimiz kerak. Y Combinatorga ham nima qilganmiz, apply qilganmiz, topshirganmiz. Lekin oxirgi etapda biz o'ta olmadik. Prezident bilan gaplashganmiz shu paytdagi Jo Frelson degan. Lekin yaxshi bizga feedback berib o'ta olmaganmiz. Ha. Mana investorlardan pul olishda ularda qanaqa, masalan, birinchi gaplashganinglardan olguninglarcha qancha vaqt o'tgan? Am, Shu manimcha 1 oy ichida bizlar Pul tashlab. investorlar bilan уже nimalarni dokumentlarni qo'l qo'yganmiz. И Mhm. pul o'tishiga yana 2 haftada ketgan. Ha. Manimcha 1 oy, 1,5 oyda ketgan. Shunda 3 million dollarni Meta qanaqa valuationda bergan? Uni u public nima emas, informatsiya emas. Sekret nima? Ah, Mayli, Chunki mayli, har so'raymiz. xil investorga bizlar har xil valuation bo'ladida. U hozir nima aytib qo'ysangiz, ular boshqa investorlar aytadi. Nima?
Aha. Keyin Am, buni o'zgartiribsizlar. aha. Boshqacha nima qilin, sababi nima edi pivot qilishinglarni? Pivot. Bizlar 2 marta pivot qilganmiz Aha. Kuponi. Boshida bizlar Emi deb boshlaganmiz. Shu psixolog yordamchi mental wellness degan. Keyin bizlar har oyda bizlar investorlarga update beramiz. Har oyda bizlar metrikamizni ko'ramiz. O'sishimiz qanaqa? Hockey stick bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Eksponensial o'sishga o'xshayaptimi, o'xshamayaptimi? И bizlarda shu mental wellnessda birinchi ideyamizda o'sish bo'lgan, lekin agressivniy o'sish bo'lmagan. Mhm. Bu birinchi masala. И sotuvchilar ham sotish qiyin bo'lib ketgan. Chunki Covid tugayapti. Mhm. Odamlarda prioritetidan pasayapti. Mm. Stress masalasi. Mhm. И bizlar tushunib yetganmiz, psixolog yor- stressga olib kelish sababi ko'pchilik ishchilarda ofisdagi u yomon menejer ekan. Mm. Menejeringiz yaxshi bo'lmasa, sizda ko'p stress bo'ladi. Kompaniyani emas, u problemasi yoki sizni hayotdagi problemangiz emas, menejerdan keladi ko'p stress. Shu bizlarga judayam katta o'rganish bo'lgan. Bizlar kompaniya bilan gaplashib, 100 kompaniya bilan gaplashib chiqqanmiz, 100dan ortiq. O'zlarimizni hozirgi klientimiz yoki tashqaridagi tanishlardan nima qilib, customer discover deydi. Gaplashganimizda hammasi shu masalani aytadi. Menejerni o'sishi qiyin. Qanaqa qilib train qilishni bilmaymiz degan. Masala ko'p kelavergan. Bizlar pivot qilishga qaror qilganmiz. Shu nimalardan kelib chiqib, o'rganishlarimizdan. Birinchidan shu stressni negizini yo'q qilish, menejerni yaxshilash. Shuning uchun bizlarni platformada texnik tarafdan juda katta o'zgarish bo'lmagan. Psixologni o'rniga masalan biza trenerni qo'yganmiz. Leadership coaching deb. Liderskiy nimalarga menejerlarni o'qitish masalasi bizlarga ikkinchi shu pivot, birinchi pivotimiz shu bo'lgan. Mhm. Menejerlar keladi, masalasi masalan time management, vaqt bilan ishlashi yoki ishlariga qanaqa qilib feedback berish kerak, shunaqa masalalar bo'lishi mumkin yoki ishdan olib tashlash masalalari, qanaqa o'rgatish kerak, qanaqa motivatsiya berish kerak, shu masalalar ko'p qiynar ekanda menejerlarni. Shularni bizlar birinchi pivotimiz shunaqa bo'lgan. Zo'r. Demak, o'sha menejerlarni ko'chingiga o'tgansizlar. Qarang, Beknazar mana Meta kabi katta fondlardan, kompaniyalardan pul olganda, investitsiya olganda, ularda bosim qilishadimi, yo'qmi? Masalan, agar o'sish bo'lmasa startapda yo boshqa shunaqa vaziyatlarda qanaqa o'zini tutadi? Ular boshida hammasi tushunadi. Aniq product market fit deydi. Aniq o'sishga yetmagunicha eksperimentlar qilishingiz mumkin. Har xil harakatlar qilishingiz mumkin. Shuni tushunadi ko'pchilik tajribali investorlar. Hmm. Hammasi investitsiya horizoni deydi, gorizoni deydi, 5 yildan 10 yilgacha. Mhm. Kamida 5 yil kutishini biladi. Am, Ular opытный, shunga qarab ular unaqa nima qilmaydi, давление qilmaydi. Lekin ularda diligence katta bo'ladi. Pullarni to'g'ri ishlatish, masalan, yoki hammani investor update beriladi har oyda. Uni обязательно qilish kerak. Qilgandayam siz agar rostini yozsangiz, bo'ldi, siz rostini qilishingiz kerak, scamming bo'lmasligi kerak. Pullarni boshqa maqsadlarda ishlatish yoki sizdan oila a'zolaringizni olib ishga olib yoki shunaqa levый narsalarni qilmasangiz unaqa problema bo'lmaydi. Chunki ular tushunadi, bitta kompaniyani o'sishiga 5 yil kamida ketadi. Agar 5 yildan tez bo'lsa, judayam zo'r. Bizlarniki masalan o'sishimiz judayam eksponensial bo'lmagan ayrim paytlari, lekin ular ko'rgan, bizlarda o'sish bor, bizlarda harakat bor, komanda ishlayapti, har xil metodlarni ko'ryapti, sizni LinkedIningizni ko'rib boradi, Mhm. sizga yordam beradi, maslahat so'raysiz.
shu agar yaxshi munosabatda bo'lsangiz, yaxshi sizni ko'rsa, mehnatkashligingizni, o'sish borligini, unaqa nima bo'lmaydi, Mhm. давление bo'lmaydi. Chunki ular biladi, давление u kontraproduktivniy narsa, sizga zarar beradigan narsa. Sizda o'zingizni nimangiz borda, давлениеңiz bor. Ular agar sizga investitsiya qilgan, sizga ishongan, ishonchni hamma vaqt siz bilan nima qiladi? Hamma vaqt bizga aytib borgan, sizga ishonamiz. Lekin masalan kattalari, masalan Metaga o'xshagan, ular am, judayam band odamlar. U bitta kompaniyaga o'tirmaydi unaqa. Nima mikromanaj qilib, a, faqat siz rostini aytishingiz kerak hamma vaqt. Hmm. Ana katta katta klientlar KPMG, Oracle mijozlaringlar bo'lgan ekan. Mm. Sephora deb agar to'g'ri o'qigan bo'lsam, ularni qanaqa bo'lgansizlar? Qanaqa ularga masalan oddiy chiqsanglar yo'q deyishi mumkin-ku yoki kontaktlar kerakmi? Qanday? Ha, bu judayam katta masala. Man hozir o'zim как CEO sifatida o'zim sotuv nimasida shuni eslayapman, qanaqa qilib olganimizni. Am, Har bir klient har xil sabablarga ko'ra paydo bo'lgan. Bitta bir metod bo'lmagan. Lekin eng yaxshi metodimiz LinkedIn bo'lgan. LinkedIndan chiqish, biza outreach deydi. LinkedIndan qo'shamiz, сообщение yozamiz и ko'pchilik katta odamlar bizlarni o'rgangan narsamiz, maslahat so'rasangiz, ular sizni yaxshi ko'radi. Am, Agar nima sotish maqsadida hech qachon chiqmaganmiz. Biz sizga sotmoqchimiz degan mesej bo'lmagan. Bizlar kichkina startap o'rganyapmiz, bozorni o'rganyapmiz yoki sizni industriyangizni sizdan bir ikkita savol bersak bo'ladimi, 10 minut vaqtingiz bo'lsa deb boshlaganmiz. Undan keyingi masala sizni o'zingizni qanaqa tutishingiz shularga katta odamlar bilan, chunki ular direktor bo'lishi mumkin, u Oracle'larda katta katta odamlar bo'lgan. A, Bir ikkitasi bilan agar yaxshi munosabat bo'lsa, bularda enterprise'larda hammasi munosabat. Hmm. Produkt ikkinchi masala bo'lib qoladi. Chunki siz produktingiz baribir juda zo'r emas boshida. Shuni tan olish kerak. Lekin qo'lingizdan keladigan narsa odamlar bilan yaqinlashib olish. Ikkinchi masala, e, boshida startapda nima tanishingiz bo'lsa, tanish bilishlik, hammasi tanish bilish deydi. Shunaqa atrofingizda hammani bitta bitta ko'rib chiqish. Bu odam menga kim bera oladi, man bu odam kim beradi, hammasini 100% foydalanishingiz kerak. Bitta qo'shni bo'lsa ham shu, qo'shningiz bo'lsa ham, assalomu alaykum qo'shnijon, ko'rgandim, man bu BI guruhda ishlar ekansiz, bitta gaplashsak bo'ladimi, boshlig'ingiz bilan mani tanishtirib qo'yasizmi? Bizlardan masalan bitta ishchi olganmiz, uni dadasi bitta kompaniya prezidenti bo'lganda, bankni. Shu Hmm. orqali masalan ko'p odamlarga nima bo'lgan, выход bo'lgan. Hmm. Yoki bizada bir ikkita investorlar bo'lgan, ko'p odamni taniydigan. Shular bilan yaxshi nima munosabat qilib, warm intro deydi. Masalan Beknazar bu yangi proyekt, zo'r proyekt qilyapti. Tanishing deb bir-biriga tanishtirgan. Hozir ham men yangi proyektimda faqat shuni ishlatyapman. Hozir Y Combinator'da ham aytadi, boshidagi 10 ta sizning klientingiz hammasi tanishib bilish bo'ladi. Bu normal narsa. Chunki sizga feedback kerak, sizga birinchi ishonch kerak, birinchi logotiplar kerak. Shu LinkedIn, tanish bilish, shu ikkita narsa katta nima bo'lgan. Keyin bir ikkita logo olgandan keyin bitta yaxshi logo olsangiz, undan keyin sizni credibility'ingiz katta bo'ladi. A, Hamda masalan o'ylab ko'rishingiz kerak. Masalan, sizni komandangizda kim qanaqa bir noan'anaviy narsa bor. Bizlarda bittasi bo'lgan Metani birinchi startapi bo'lganmiz, investitsiya qilgan Aziyadagi. Hmm. Shuni bizlar LinkedInda yozardik. Bizlar Meta bilan back bo'lganmiz. И уже ularni e'tiborini tortadi. Yoki mani co-founderim Morgan Stanley shunaqa kompaniyalarda ishlagan, Bloombergga o'xshagan, man Amazonda shularni aytardik. Bizlar Amazon bilan Bloombergdan chiqib, mana bu proyektda ishladik. Уже ularda ishonch paydo bo'ladi-da. Hmm.
Shunaqa. Zo'r, zo'r. Endi mana Y Combinator'da ikkita o'zbek yigiti kirdi. Hozir bitta batchda ketyapsizlarmisizlar? Sardor ham manimcha, yo'q, o'tgan batchmidi ular. Ular o'tgan. Ularniki уже tugagan, bizlarniki hozir ketyapti. Da, mana. Hamma batch. Bu sizlar Pioneers boshlab berdinglar. Hop, Y Combinator'ga kirdinglar, bordinglar. Lekin siz mana 4 martami, 3 marta, to'rtinchisida kirdingiz. To'rtinchida kirdim. Demak, necha marta topshirgansiz shunda? 4 marta topshirgansiz. Ha, to'rtinchisida kirdim. Ha, avvalgi safarlar kirolmaganingizga sabab nima deb o'ylaysiz? Hammasida har xil sabab. Menimcha birinchi marta man Koreyada yurgan paytimda topshirganman. 2019'lardami man CTO bo'lganman. Bizlar koreys do'stimiz bilan boshlaganmiz Lovo degan proyekt. U paytda OrbisAI degan. U ham bir voice stackka искусственный intellektga nima edi. Shu bo'yicha proyekt. Bizlarda u paytda tajriba judayam kam bo'lgan. Man endi magistrdan chiqqanman, u ham opiti judayam kam. Lekin intervyuga o'tganmiz. Intervyuda savollarga manimcha biz yaxshi javob bera olmaganmiz. Texnik tarafdan ham, biznes tarafdan ham. Mm, Tajriba masalasi. Ehm, Ikkinchidan bizlarda hech qanaqa traction bo'lmagan. mm, Ehm, Shu. Man esimda ham yo'q unaqa detallar, lekin shunaqa примерно. Ikkinchisida bizlar shu Hupo bilan topshirganmiz Amy paytida. Ginger for Asia mental wellness bo'yicha. Ular bizlarda ikkalamizni ham profilimiz yaxshi bo'lgan, bizlarni rekomendatsiya qilgan, bizlar shu YC dan o'tgan mentorlar bilan gaplashib, application chotka ishlaganmiz. O'tganmiz intervyuda, lekin 10 minut beriladi. Shu savollarga javob berganmiz. Yaxshi javob berdik. Lekin bizlarni ideyamiz unchalik, ular feedback ham yozib borgan bizlarga yaxshilab. Ular aytganki, sizlarda mod yo'q. Mod degan narsa boshqa odamlar ham qila oladigan narsa. mm. Sizlarda agar yaxshilab qilsangiz ham ikkinchi odam kelib shu приложениeni qilishi mumkin. Ah, Da unaqa mod yo'q degan feedback berishgan. hozir mana Manimcha hozir o'ylab ko'rsa ular Y Combinator o'qiyotgan nima olsak bo'larkan deb o'ylayotgan bo'lsa kerak, lekin chunki biz yaxshi o'sganmiz. Hupo Lekin bilan. unaqa. Ha. 10 minutda nima savollar bergan? Eslab qolganlaringizni. Hamma vaqt birinchi savoli hamma vaqt bir xil. Nima qilyapsiz degan. Mm, Shu paytda ikkita gap, maksimum ikkita gap bilan aytishingiz kerak. Tushunarli, точно aytishingiz kerak. Tushunib olish kerak. Ikkinchi masala, keyin ular Y Combinator'ning intervyu 10 minut faqat. Shuning uchun ham ko'p odamlar am, qo'rqib boradi. Chunki 10 minutda sizni taqdiringizni yechadida ular. Keyin siz savolga javob bergandan keyin undan keyingi savollari har xil bo'ladi. Y Combinator'da menimcha bitta ularning usuli sizda am, qaysi tarafingiz zaifroq bo'lsa, sezsa, biznes bo'lsin yoki texnik bo'lsin, shotga uradida ular. mm, Chunki sizlarni kuchingizni sinab ko'rish. mm, Shunaqa zaifroqqa agar, chunki klient ham shunaqa bo'ladi. Klient ham sizdan faqat sizdan kamchilik qidiradi. YC da ham faqat sizdan kamchilik qidiradi. Shulardan chiqib keta oladimi shu odam degan savol birinchi masala bo'ladi. Qaysi tarafingiz zaifroq bo'lsa shunga. Maniki masalan eng oxirgisida monetizatsiya tarafdan unchalik yaxshi savolga javob bera olmaganman boshida. Shunga kirib ketganda nimaga necha foiz, necha minut gaplashsa, qanaqa pul topasiz, mana bunaqa shunga kirib ketganmiz. Faqat bitta tema gaplashib ketganmiz oxirida. Am, Shuning uchun bitta universal nimalar yo'q, metodologiya, lekin общий metodologiya shunaqa zaifroq joyingiz bo'lsa, shotga maksimum pressure beradi. Chunki vaqt kamda, u sizni maqtanib o'tirishingizga imkoniyat bermaydi. mhm. Sizni kuchli tarafingiz bilib oladi, okey, kuchli ekan, lekin zaif
Chunki hamma tarafdan siz kuchli bo'lishingiz kerak. Am, Shu yerdan chiqib keta oladimi degan. Ikkinchi tarafdan ular общий qidiradigan narsasi bu odam, chunki hammasi bu eng ular faqat yangi ideyalar bilan ishlaydi, yangi proyektlar. Chunki u yerda traction ham yo'q unchalik. Bu odam milliard dollarlik kompaniya ishlab chiqara oladimi ili yo'qmi degan savol bo'ladi. Unicorn ishlaydigan. Zo'r. Tavsiyanomalar qanchalik muhim? Mana kimdir zo'r odam referalka berish. Manimcha, agar masalan judayam YC'ni yaxshi ko'radigan founderi yoki mentorlar bersa, ular katta yordam beradi. Lekin endi kirgan masalan odamlar bo'lsa, unchalik manimcha effekti ko'p bo'lmaydi. Manimcha ko'p odam tavsiya bersa shuncha yaxshi. Masalan, 3 ta 4 ta odam bo'lsa, referral beradigan. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha e'tibori ko'proq beradi. Lekin u sizni o'tkazadi degan gap emas, lekin ular shu intervyugachagi etapda yaxshi yordam beradi. Lekin intervyuni o'zida ular unchalik hisobga olmaydi, chunki faqat sizga fokus qiladi. U referal unga qaramaydi. Faqat sizga fokus qiladi. Hamma narsani ignorir qiladi. Mm. Ama bu qayerda yashashi muhimmi? Masalan, O'zbekistondan turib topshirishi yoki San Fransiskoda rezident bo'lib yashab topshirishi ahamiyatsiz. Ah, Manimcha, shu San Fransisko plyus bo'ladi, baribir katta. Chunki bu yerga kelgan odam, kelib ishlayotgan odam, ularga signal. Bu mhm. odam imeyt nima deganda, серьезный qarayapti deganda kompaniyasiga. Juda ham ambitsioz degan signallarni beradi. Chunki San Fransiskoda yashash juda ham qimmat. Vankuverni qimmat deb aytardim, lekin hozir Vankuverda Vankuver ham juda qimmat. ham arzon. Ha, juda Wow. ham qimmat. Shuning uchun ham shu qimmatchilikka kelib, mm, tabiati yaxshi, lekin nimasi yaxshi, ob-havosi, lekin boshqa tarafdan hech qanaqa plyus yo'q. Faqat ishlaydigan joy, faqat ishlaydigan joy. Mm. 9 tanga hamma joylar yopiq, hamma ishlayotgan, shunaqa atmosfera. Haqiqatdan 9dan keyin ular nima qilishadi? Uxlashar ekanda, vaqtida Ha, uxlaydi, ertalab ishlaydi yana. Mana Y Combinator'da qanaqa o'zi mana darslar yoki mentorsalar nimadirlar bo'ladimi? O'sha masalan bir haftalik yo bir kunligini tasvirlab bering qiziqda. Mm. Bir kunni o'zida faqat o'zingizni kompaniyangizni nimasida ishlaysiz. Hmm. Am, Lekin har 2 haftadan partnyor bekitiladi har bitta kompaniyaga. Intervyuni olgan odam shu sizga nima bo'ladi, partnyor Coach bo'ladi. bo'ladi, как. Обычно. Aha. Mentor bo'ladi. Manda ikkita mentor bor, ikkita mentor bo'ladi. Tayler bilan Baris degan. Tayler degan u kompaniyasini 500 million dollarga sotgan odam. Oh. 10 yilda ishlab, judayam Baris degani ham judayam ko'p kompaniya ishlab chiqargan. Shular shu opitidan kelib chiqib, siz bilan har 2 haftada uchrashadi. 30 minut daqiqa ichida siz agenda bo'ladi. Shuni yozish kerak bormasdan oldin. Updates bo'ladi. Masalan, oxirgi update'lar, masalan, revenue mana bunaqaga yetdi, klientlar soni mana bunaqa degan. Ikkinchisi, am, sizni qanaqa temangiz bor? Agenda deydi. Birinchi masala, ikkinchi masala, uchinchi masala yozasiz. Keyin uchinchisi notes degan, yana bir kommentariylar bo'lsa yozasiz. Agendada menga juda ham bitta mentor aytgan, sizga eng noqulay temalarni yozishingiz kerak. Masalan, Noqulay bo'lganda bitta katta klient bor, yopishingiz kerak salesni. Shunaqa qanaqa qilib yopsam ekan yoki a, siz tushunmayapsiz nima ishlashingiz kerak. Pivot qilish kerakmi, qilish shunaqa noqulay temada siz maqtanadigan narsalarni aytmasligingiz kerakda. faqat muammolarni gaplashadi. Faqat problema olib keling. Aha. Ular o'zlari ham aytadi, faqat problema olib keling deb. Shuni 30 minut daqiqa ichida biz gaplashamiz. Man hozirgacha 3 ta shunaqa uchrashuv bo'lgan. Yana har 2 haftada group office hours degan bor. U gruppovoy gaplashamiz. Har bitta masalan 400 ta kompaniya bo'lsa, shuni hammasini
gruppalarga bo'lib tashlaydi. Bu gruppani ichidan yana gruppa bo'ladi. 6-7 ta kompaniyamiz bor. Birgalikda shu tematikasi yaqin, klientlari bir-biriga yaqin odamlar yig'ilamiz ikkita partnyor bilan. Har bitta update beramiz. Ha, keyin ikkinchi hafta keyingi uchrashuvga maqsad qo'yamiz, commitment qo'yamiz. Man revenueni oyiga 20 mingga yetkazaman, 40 mingga yetkazaman deb. Eng birinchi uchrashuvimizda demo daydagi revenue maqsadimizni ham qo'yganmiz. Ham shu uchrashuvda bizlar nima o'rgandik, shularni bir-birimiz bilan bo'lishamiz. Bir-birimizdan o'rganishga. Mhm. Man men uchun shu uchrashuv eng foydalilaridan biri. Chunki man judayam kompetitiv. Man birinchi bo'lishni xohlaydigan odamman. Shu nimaga o'xshaydi? Gonkaga o'xshab ketadi. Boshqalardan o'rganish imkoniyati judayam yaxshi. Ham boshqani oldida siz maqsad qo'yasizda. Keyingi nimada man bunaqa pul ishlayman deb. Sizda boshqalarni oldida uyalasiz yetmay qolsa. Chunki shuning uchun ham judayam bosasiz maksimum Raqobat maqsadingiz uchun. raqobat his qilar ekansizlar-da. Raqobat kuchli bo'ladi. Qolgan 2 hafta Ah, sizlarga tegishmaydi. O'zinglar ishlaysizlar kompaniya bilan. ah, lekin Slack bo'ladi, gruppamiz bo'ladi. Telegram gruppa deganda. Shu yerda bizlar gaplashamiz. Savollarimiz bo'lsa, любой paytda bizlar so'rasak bo'ladi. Mhm. Undan tashqari Sam Altman kelgan, shunaqa uchrashuvlar bo'lib turadi. Kelib bizlar bilan gaplashgan, unaqa erkin gaplashadi. Sekretlarni ham aytish mumkin, har xil. Media bo'lmaydi-da u paytda, chunki bizlarda ham ruxsat bermaydi yozishga, yozishga, LinkedIndan keyin yozishga, mana bunaqa dedi, mana bunaqa dedi deb. Shuning uchun ham juda erkin gaplashadi. Undan keyin Boom degan CEO kelgan, Boomning CEOsi kelgan, Brex degan kompaniya bor, unicorn bo'lgan. YCdan chiqqan katta-katta kompaniyani asoschilari kelib bizlarga nima qiladi. Yaqinda Polgram keladi, masalan. Konferensiya bo'lib turadi. Konferensiya bo'lganda har bitta konferensiya tematikasi bo'ladi. Bizlarda yaqinda bo'lgani sales bo'yicha bo'lgan. Salesdan eng zo'r ishlagan, oldin ishlab ketgan YC'da kompaniyalar kelib bizlarga o'rgatadi. LinkedInga yozish kerakmi, qanaqa yozish kerak, outreach, klientlarni qanaqa topish kerak. Hozir siz savol berdingiz, qanaqa Oracle'ga chiqqan, shunaqa narsalarni ular kelib bizlarga aytadi. U yerda ham sekretniy bo'ladi, hech qanaqa yozish mumkin emas, publikda qiladigan narsalar yo'q. Shuning uchun ham texnikalar, taktikalar hammasi erkin aytiladi. Ba'zida neytishli narsalar ham bo'lishi mumkin, masalan, to'g'rimi? Ularni ham erkin aytadi. Am, Kitoblarda yozilmaydigan narsalar bo'ladi. Shu Mhm. keyin shunaqa uchrashuvlar bo'lib turadi. Haftasiga bir marta founderlar bilan dinner qilamiz. Boshqa founderlar bilan bir-birimizga muloqot qilamiz. O'rganganlarimizni aytamiz. Shu jamiyatni takomillashtiradi. Shunaqa zichligi ko'tarilyapti. Vaqt o'tishi bilan shunaqa eventlar orqali ular aytadi, siz juda ham yaqin bo'lib qolishingiz kerak bir-biringizga. Chunki ertaga bittasi unicorn bo'ladi, bittasi boshqa bo'ladi. Juda ham kuchli network. Ha. Shunda oxirida nima bo'ladi endi? Pitch day bo'ladimi? Investorlar Aha, chaqiriladi. demo day degan narsa, demo day degani shu pitch deck bo'ladi. Dunyodagi eng katta investorlar, o'tga har xil investorlarni ham o'tkazmaydi. Mhm. Auditoriyada faqat eng zo'rlari keladi. Shularni oldida biz pitch qilamiz, o'z ishimizni ko'rsatamiz. Undan bir hafta oldin aytadi, bizlar investorlar bilan gaplashing. Chunki demodagi yetmasdan ko'pchilik odamlar уже seed roundni yopadi. Mhm. Demodayda faqat shu maqtanish uchun chiqadi. Shunaqa zo'r qildik, mana bunaqa qildik. Lekin investorlar juda ham agar xohlayapsa, ozgina kiritishi ham mumkin, lekin ko'pchiliklar уже seed roundni yopgan bo'ladi. Keyingi raundga уже tayyorgarlik bo'lib ketadi bu. Mhm. Qarang, Beknazar, man Speko AIni oddiy odamlarga tushuntirib bering, nima qilayotganinglarni. Okay. Speko AI bizlar voice Open Router for Voice AI deymiz. Open Router degan
Katta platforma bor. Yaqinda Stripe 10 milliard dollarga sotib olmoqchi degan mish-mishlar bor. Open Router nima qiladi? Sizda hozirgi paytda искусственный intellekt modellar ko'payyapti. Siz har xil modellarga dostуп beradigan platforma. Bitta interfeys bo'ladi. Ham dunyodagi masalan Anthropic, OpenAI hammasiga bitta interfeys orqali dostуп olsangiz bo'ladi. Men ishlayotganim shunaqa narsa, lekin faqat shu Voice AIdagi ishlayotgan prilojenlarga bog'liq narsalar. Chunki masalan Alisa degan bor, masalan, manimcha O'zbekistonda ko'p odam ishlatadi. Siz tovush ovozingiz bilan muloqot qilsangiz bo'ladi sun'iy intellekt bilan. Intellekt bilan, ha. Sun'iy intellekt bilan qiladigan har qanday ovoz bilan qiladigan prilojeniyani ishlash uchun modellardan foydalanish kerak odamlar. Har bir model, har bir tilda o'zini modellari bor. Har haftada yangi model chiqyapti. Shuni hammasini bitta platformaga joylab, interfeys qilganmiz. Da. Hozir bunaqa bozor hali 1% ham egallanmagan deb yozgan ekansiz. Aha. Manimcha O'zbekistonda ham hali sun'iy intellektni aynan o'zbek tilini tushunib olish qobiliyati hali juda rivojlanmaganda. Masalan, o'zbekcha gapirsangiz boshqa tillarda chiqarib beradi. Aksentlar bor. Ha, ha. Qanday Lekin aytavering. qanday mana shu rivojlantirish mumkin? Aynan o'zbek tilidagi sun'iy intellektni. Mhm. Bu masala faqat o'zbek tilida emas, har qanday, menimcha faqat angliyskiy yaxshi ishlaydi hozirgi paytda. Zo'r Chunki angliz. hamma nimalar, resurslar shu yerga fokus qilingan. Chunki bozorni eng kattasi Amerika. Shunga hamma eng aqlli odamlarni hammasi faqat inglizchada qilyapti. Birinchidan yaxshi qilish uchun arxitekturasi yaxshi bo'lishi kerak, modelni trenirovka qilish uchun. Ikkinchidan ko'p данный bo'lishi kerak. Har xil odamlarni yozgan ovozlari, audio fayllarni yig'ib, ularni transkripsiya qilib, juda ham katta protsess, bularga milliard dollarlar pul ketadigan protsess. Bunga katta investitsiya kerak bo'ladi. Menimcha juda ham yaxshi startaplar bor, aqlli, bizlarning O'zbekistondagi programmistlar ham hozir qilishyapti. Aysha, nima, Tilmoch, menimcha gaplashib turaman ba'zida. Shunaqa ko'p investitsiya talab qiladigan bu bozor bo'lib hisoblanadi. Shu 1% ga ham yetmaydi hozirgi paytda. Masalan, ikkalamiz gaplashayotganimiz bu odamlarni gaplashishilar, lekin 5 yillardan keyin YouTube'larda ko'p videolar bo'ladi, shunaqa podkastlar. Ikkalasi ham sun'iy intellekt bo'lishi mumkin yoki bittasi sun'iy intellekt bo'lishi mumkin. Lekin baribir asosiy bozor bu customer support deydi. BPO'lar bor, masalan, O'zbekistonda ishlaydi. Masalan, bizlarimiz yoshlarimiz ham ko'p Amerika bozoriga ishlayapti, udalyonni. Ularni ham bozorni ovoz bilan ishlaydigan sun'iy intellekt bosib olishi mumkin. Bu chunki odamlar gaplashib o'tirish, agar o'ylab qarasangiz, juda ham bir qiziq narsada. U nimaga odam gaplashishi kerak? Agar yaxshilab o'rgansangiz, masalan, bitta klient chiqadi, bankka chiqadi, men chiqaman, odam gaplashadi, odamlar очередьni kutish kerak. Amerikada shunaqa problemalar ko'p. Очередьda o'tirasiz. Sizda faqat bitta kichkina masala bo'lishi mumkin. Mani kartam blokka tushib qolgan. Shuni ochib bering. Men подтверждение qilaman klientim bilan. Shunaqa, agar hammasini hisoblab chiqsak, minutlarni, shunaqa minutlar juda ham ko'p. Shuni hisoblab, shuni faqat 0,1%mi shunaqa egallanganda, faqat hali ham juda bozor katta. Shuni O'zbekiston o'zida menimcha TBC'lar o'sha yaxshi ishlayapti. Eshitishimcha, ular ko'pchiligini shu sun'iy intellekt bilan nima qilyapti, egallayapti. Baribir boshqa banklar hali ko'p. Mana Speko Y Combinator'ga kirgandan keyin 30% o'sdi debsizda. Qanday o'sdi u? Просто shu Y Combinator'ga kirganinglar uchun yuzurlar ko'payib ketdimi yo nimadir qildinglarmi?
Turk tili 30% o'rgating. emas, 30 barobar. 30 barobar. Wow. Ha, Тем более 30 barobar ha. ekan. Am, man ham judayam hayron qolganman. Man lekin kutganman o'samiz deb, lekin unaqa tez o'sadi deb o'ylamaganman. Am, Bizlarda ko'p saytimizga odamlar kiradi, nimadan kiradi? Y Combinator'ni kompaniyasini spiski bo'ladi. Hmm. Yangi kirgan kompaniyalar ham hamma kuzatib o'tiradi. Hmm. Y Combinator'ga qanaqa kompaniya kirar ekan? Bu aytishda kirgandan keyin hamma bosadi. Shu direktoriya bor, grupp nimasi bor, list bor, tizimi bor, Ishlatib kompaniyalar ko'radi, to'g'ri. tizimida. Ah, Shuni hamma ko'rib refresh qilib o'tiradi. Uh, Chunki lekin ko'pchiligi kompaniyalar klientlar emas, lekin kompaniyalar keyingi batchga kirgisi kelishi mumkin yoki hammaga qiziqda qanaqa kompaniya o'tar ekan. Reddit yoki boshqa communitylarda ham man yozganim, man o'tdim deb. Hamma menga yozib tashladi, qanaqa o'tdingiz, nima yordam berdi. Ularni bitta tekshirish uslubi bu sizni saytingizga kirishda. Kiradi, nima qiladi, tekshirib ko'radi. Bu birinchi masala. Shu bizlarda trafikni ko'pisi shu YC nimasidan keladi-da. Bizlar analitika qilib o'tiramiz. Ikkinchi masala, baribir Y Combinator'ga kirdi degani ko'pchilik odamlarga nima beradi? Ishonch beradi. Bu серьезный bolalar, yaxshi platforma, foydalanishga bo'lgan ishonchi ko'proq bo'ladi. Baribir YC deb shuning uchun ham biz saytimizda YC ni yozib qo'yamiz. U bir tamg'aday narsada, emblema, shu ishonch belgisi deydimi, shunaqa narsa, sertifikat. yo'q. Shuni orqasidan ham ko'p odamlar kiradi. Man LinkedIndan e, nima qilganimda, post qilganimda 1000 ga yaqin odam nima qilgan, like qilib, engagementlar ko'p. Man LinkedInda shunaqa spike bo'lganda katta ko'p odamlar mani kirib hammasi nima qilayotgan ekan deb aytgan. Bu hali boshlanishi. Man hozir yaqinda video chiqaramiz. Sizga ham aytganman. Bu juda ham ofitsialniy bo'ladi. U Y Combinator'da 5 million 10 millionga yaqin auditoriyasi bor. Undan ham katta. Shu sotsial tarmoqlarda shuni bizlarni videoni ham chiqaradi. Shunaqa speko, mana bunaqa ideyamiz, platformani aytamiz hammasini. Объявление bilan. Undan keyin menimcha 30 baravardan ham ko'p bo'lsa kerak. Oh, wow. Am, Shunaqa effekti bor. Shuning uchun ham odamlar kirgisi keladi. Chunki u sizga klient topishga yordam beradi, credibility hamma narsaga. Hozirda investitsiya takliflari tushmayaptimi? Spekoga kirmoqchimiz deb fond. Har kuni 3ta, 4ta, 5ta investor chiqadi. Уже Email yozadi, biza qilsak bo'ladimi deb. Men hammasini hozir fokus qilishim kerak deb nima qilyapman. Keyin shu demodagi yaqin gaplashamiz deb hammasiga aytyapmiz. O'zbekistonda startaplar investorlar orqasidan yuradi, u yoqda sizga mana juda ko'p ekanda. San Fransiskoni o'zida bo'lsangiz уже sizga osonroq. Mm. Lekin San Fransiskoda turib еще Y Combinator bo'lsa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Mm. Yarim yil, Chunki bir yil. Y Combinator sizga filtr qilib beradi-da. Mm. O'tda degani, значит, yaxshi tema degan. Demak, siz investorlarni tanlar ekansizda va kombinator oxirida. Ha. Qarasa. Couponni o'zida bizlar ko'pchilik paytlar bizlar tanlaganmiz. Mhm. Chunki agar am, u paytda ham bizlarniki yaxshi bo'lgan investorlar, masalan, Series A ko'targanimizda bizlarda unaqa bizlar ko'taramiz degan maqsad yo'q edi, chunki pul bor edi, lekin kelavergan yaxshi ko'raylik, gaplashib, keyin yaxshi investor chiqib qolsa, okey deb nima qilganmiz. Agar produkt bitta narsa borda, boshida siz yaxshi investorlar bilan boshlasangiz, investorlar agar o'sish bo'lsa, komandangiz kuchli bo'lsa, investorlar bir-biriga ko'p gaplashadi. Bir-biri bilan networkinglar ko'p, bir bilan ovqatga, choyxonaga boradimi, shunaqa narsalar borda. U yerda aytadi, Hupo degan bor, yaxshi ketyapti, Speko bor, yaxshi o'syapti. Bir-biriga aytadi, qani menga ber emailni, men yozay deb bir-biriga juda ham gaplashadi-da ko'p. Shuning uchun ham siz o'ylashingiz kerak, startap asoschisi bo'lsangiz, hamma vaqt sizni o'sishingiz boshqalarga ham boradi. Informatsiya yetib boradi. Sekretniy qilib olib qo'ysangiz ham baribir через investor yetib boradi yaxshi yangiliklar.
Yomoni yomoni ham shunaqa lekin. Agar neetikniy narsalar qilsangiz, Mm. reputatsiya bu degan judayam nozik narsa. Bu bir kunda yo'q bo'lib ketishingiz mumkin. Man shunaqa kompaniyalar ham bo'lgan. Ya'ni bo'lgan Uber masalan, founderlari boshqa. Self degan bor. Uh, Mana shu joyda so'rab olayim. Beknazar kuni qanaqa o'tadi? Netik narsalar qilmas ekansiz, bildik. Relaks qilish uchun San Fransiskoda qanaqa, nima, qanday o'tkazasizlar? Hozir YCga kirish imkoniyati judayam past. 0,7% shunaqada kirish. Garvarddan ham qiyin. Shuni man qattiq nima deymiz, buni yengilcha qaramayapman. Mm, Bunga kirishim katta imkoniyat. Ikkinchi tarafdan O'zbekistonni э, представители bo'lib hisoblanaman. mm. O'rta Osiyoni представители. Ular qarayapti, bu yerda bolalar qanaqa ishlar ekan, qanaqa o'sish bo'ladi. Shunga judayam katta mas'uliyat bor. Bu judayam katta imkoniyat ham mas'uliyat. Hatto. Buni to'g'ri foydalanish maqsadida kunimiz faqat ishlash bilan o'tadi. Unaqa aytishni yoqtirmayman, man faqat ishlayman, mehnatkashman degan. Lekin fokus, judayam katta fokus bor. Faqat ishlash, ovqat yeyish, uxlash, ishlash, yana faqat Mm. Pol Gramni ham gapi bor. Ishlash, uh, just work, occasionally work out. Ba'zida workout qiling, lekin ishlang emas. Shunaqa, shu oltinchi nima, subbota, воскресеньеda ozgina workout qilamiz. Boshqa payt judayam oilam bilan gaplashishga ham unchalik vaqt bo'lmayapti. Judayam intensiv o'tyapti. Hozirgi paytda shu 3 oyda man maksimum bosishmanim. Bu Mm. katta imkoniyat. Bu uni tushuntirish ham qiyin. Bu hamma vaqt bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun faqat fokus ishlash, ishlash. Mm. Haqiqatda o'zbek startaperlarga yo'l ochib berishingiz mumkin-da, o'sha ko'rsatib. To'g'ri, to'g'ri. Mana shuni ham ko'p o'ylayman. Manimcha Sardor ham shuni o'ylayotgan bo'lsa kerak. Am, Bizlar hamma vaqt yurganimizda, chet elliklar hamma vaqt shuni o'ylab yurishimiz kerak, manimcha. Chunki man kim bilan tanishmay aytadigan narsasi O'zbekistondan man birinchi odam ko'rishim deb. U har kuni ko'rmaydi. Shuning uchun har bitta harakatimiz, gaplashganimiz hammasini ular o'ylaydi. Har Nima bitta O'zbekistonda? o'zbekistonlik shunaqa narsa qiladi. Agar siz unga so'ksangiz, bular ko'p so'kar ekan deydi. Boshqa kulib yursangiz, kulib yuradigan yaxshi odam ekan, pozitiv ekan deydi. Shuning uchun har bir harakatni o'ylab qilamiz. Yaqinda bizlar O'zbekistonlar bilan yig'ilganimizda ham shunaqa gap ketgan. Nima qilmaylik, boshqacha bir nima qilsangiz, birinchi o'zbekistonlik bo'lar ekanmiz deb kulishayotgan edi. Mm. Judayam ko'pda birinchi marta qiladigan. Masalan, yaqinda birinchi nima chempionat miraga chiqqanmiz, birinchi shaxmat bo'yicha chempion. Birinchi marta bo'lasizda bir yaxshi yangi narsa qilsangiz, tarixda qolamizda. Shuning uchun mas'uliyat judayam ko'p. Zo'r. Spekoni mana bir yildan keyin qanday ko'ryapsiz? Spekodan bir yilda mani maqsadim unicornga yetkazish. Bir yilda. Mm, bir yilda Samolyot. ambitsiozno. Aha. Chunki bozor judayam yaxshi, bozorni potensiali ko'p, komandamiz yaxshi, am, boshlanishimiz yaxshi, YXga kirdik, investitsiyalar bor. am, Faqat faqat ishlab to'g'ri narsalarni qilsak, manimcha e, imkoniyatlar bor. Chunki boshqa kompaniyalar shuni уже dalil qilgan. Bir yilda yoki undan ham kam paytda tez nimani qilgan. Mhm. Ham manda Hyupodan nima tajriba bor. Jiba borda. Shuni hammasini hisobga olsak, manimcha hammasi qilsak Mm. imkoniyat bor. Imkoniyat yaxshi. Mana Um, investitsiya olgach, o'zbek bolalarini ham ishga olish imkoniyatingiz bormi?
olishingiz mumkinmi masalan? Ha, Nima, albatta. qanaqa skilllar bo'lishi kerak ularda? Nimasiga qaraysiz? Eng qaraydigan narsamiz boshi yaxshi ishlashi kerak. Nima, e, aqlli bo'lsa, birinchidan. U u juda ham важный narsa, aqllilik. Am, Kompetentность deydi-yu, shunaqa. Ikkinchidan, proaktivность degan bor. Proaktiv degani high agency deydi. Hozirgi paytda juda ham katta nima prioritet bo'lgan. High agency degan o'zlari initsiativa ko'rsatadigan yoshlar. Mhm. Masalan, sizdan kutib o'tirmaydi. Super. Qanaqa zadacha bor deb. Mhm. Shuning uchun ham bizlar shunaqa odamlarni doim qidiramiz. Uchinchi masalasi moralniy tarafdan, etichniy odamlar bilan ishlash menga yoqadi. Yaxshi odam bo'lish kerakda. Aldamaydigan, xitr emas, shunaqa emas. Judayam yaxshi odamlar bilan ishlash judayam yoqadi. Founder bo'lganingizni bitta katta imkoniyati odamlarni o'zingiz xohlagan odamlarni yig'ish imkoniyati. Mhm. Judayam yaxshi narsada. Zo'r. Masalan, yoqmaydigan odamlar bo'lsa, ular bilan ishlash imkoniyati. Agar siz ishchi bo'lsangiz, unaqa imkoniyat yo'q. Lekin founder bo'lsangiz, o'zingiz nimaga qarab, kulturani ham o'zingiz formirovat qilish imkoniyati katta. Ha. Shu narsalar bizga eng asosiy narsa. Kitoblar ham o'qib turar ekansiz. Bir ikkita kitoblar tavsiya qilib ketasizmi? Uh, Qiyin qiyin kitoblar yozgan ekansiz, hozir nomini ko'ray. Boya LinkedIningizni qarab chiqdimda. uh, Kitoblar bo'yicha man ko'pincha hozirgi pre- man agar yoshlarga aytadigan bo'lsam, masalan, endi boshlayotgan bo'lsa, uh, startapga qiziqadigan odamlar bo'lsa, birinchi tarafdan hammaga aytadiganim Dale Carnegie'ning How to Win Friends degan bor. Vo, zo'r Как kitob. завоевать друзей. Ha. Man uchun eng hayotimni o'zgartirgan kitoblardan biri. Chunki man o'zim ko'p o'qiydigan, faqat dars qilib yuradigan odam bo'lganmanda. Unaqa odamlar bilan muloqot qilish ikkinchi prioritet bo'lgan. Shuning uchun menga hozirgi paytda искусственный intellektni rivojlanishini hisobga olsak, odamni roli judayam boshqacha bo'lyapti. Odamlar ishlab bilish, odamlar bilan muloqot qilish nimasi, qanaqa kulish kerak, eye contact qilish kerak yoki yozish etikasi, hammasi ko'proq rol egallab boryapti-da. Shuni hisobga olib, bu kitobni menimcha shunaqa o'xshagan kitoblar bo'lsa, roli katta. Shularni o'qishni man tavsiya qilardim har bir tugasiga. Asosan shu kompyuterlar bilan ko'p ishlaydigan odamlarga ko'p. Chunki ular unutib ketadida odamlar bilan ishlashni ozgina. Faqat man aqlli bo'lsam bo'ldi, man ishga kiraman. Unaqa narsa o'tmaydi. Am, Ikkinchidan, agar imенно startap bo'yicha menga yoqadigani Ben Horowitz bilan Anderson degan bor. Shularni ikkalasini bittasi Ben Horowitzning kitobi bor. Hard Thing, Ha, Hard Things, uh, hozir. Hard things about uh, yeah, Hard Things degan shunaqa narsa. Shu o'zini startap qilgan, oldin katta kompaniyalarda ishlagan, boshidagi eng qattiq founder bo'lish ko'p odamlar o'ylaydi, judayam bir kayf narsa deb o'ylaydi, lekin eng eng qiyin narsalardan biri man man o'ylayman, hayot hayot baribir qiyin narsa. Founder bo'lish ham qiyin, ishchi bo'lish ham qiyin, hammasi qiyin narsa. Lekin am, sizni o'zingizni qiynaladigan narsani tanlashingiz kerakda. Man founder bo'lib qiynalmoqchiman hayotdan yoki ishchi bo'lib qiynalmoqchiman. Am, Shu founderdagi qiyinchiliklar haqida qanaqa o'tish kerak, shularni aytadi. Ham menga Jensen Huangni aytadigan narsasi yoqadi, shu resilience is everything. Resilient bo'lish kerak. Manimcha biz O'zbekistondan chiqqanimiz, masalan, man Nukusdan chiqqanman, ko'p odamlarga resiliensni ko'rsatadi. Baribir baryerlar bizada ko'proq-ku, baribir yangi ringga o'tish, O'zbekistondan turib ayrimlar bozorga kiryapti, baribir ko'proq etaplardan o'tamizda bizlar. Shuning uchun bizga resiliens kerak. Hammaga resiliens kerak, lekin bizga juda ham kerak. Shu qat'iyat, shu qat'iyat. masalalarda kitoblarda aytiladi. Mm. Uchinchi kitob Mark Manson menga yoqadi.
eng oxirgi eng oxirgi emas u, lekin bitta kitobi nima, am, Искусство пофигизмамidi? Искусство популизma manga yoqadi. Judayam yaxshi yozilgan, judayam oson, o'qish ham oson. Mm, Bir ikkita polyotda man o'qib tashlaganmanda, judayam oson mhm. yozilgan, lekin judayam zo'r kitob. Da, yaxshi, yaxshi kitob. Mana hamma exitlaringiz qilib bo'ldingiz, milliard dollarlaringiz bor. Keyin nima bilan shug'ullanasiz? Beknazar Mm, startaper orzusi nima o'zi mana 10 yildan Har bitta odamni o'zini nimasi bor, lekin am, man ko'proq oilam bilan vaqtni o'tkazish missiyam bor. Lekin endi u har bitta nimasi, lekin e- eng katta narsa bu uh, man shu bizani regiondagi Nukusdagi yoshlarga ulgu bo'ladigan odam bo'lgim keladi. Ularga talantlarni topib, ularga imkoniyat beradigan bitta platforma ishlagim keladi. Agar pulim bo'lsa, nima bo'lsa, resurslar bo'lsa, vaqtim bo'lsa, shu bizlarda ko'p talantlar bor. Ozgina поддержка bersangiz ko'tarib ketadigan. Shunaqa odamlar, chunki bitta odamni hayotini siz ko'tarsangiz, uni atrofidagi odamlar ham ko'tariladi. Aytadiyu, bilim bersangiz 100 yilga, 1000 yilga berasiz deb. Odamga ovqat bergandan ko'ra yoki boshqa shu bilim berib, поддержка berish maqsadim shu. har bitta har bitta regionni, faqat O'zbekiston, Toshkent emas, boshqa regionlarda talantlarni topib, shularni ko'tarib berish maqsadim. Shunaqa o'xshaydigan, может, universitet ochamanmi, yoki bitta maktablar, yoki kitobxonalar, yoki investitsionniy nimalar bo'lishi mumkin, angel bo'lib, shunaqa bir nimalarni qilsam kerak. zo'r, zo'r. Bo'ldi, investitsiyalar tortsangiz, exitlar qilsangiz bir eslatib qo'yamiz. Uh, Ha, Katta rahmat vaqtingiz uchun. Shunaqa tig'iz paytingizda vaqt ajratib bizga podkast olib berganingiz uchun. Beknazar, omad tilayman. Zo'r investitsiyalar tortib, Xudo xohlasa, unicorn bo'lganingizda yana bir gaplashish nasib etsa. rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sizga ham omad. Rahmat.